Assalomu alaykum, hurmatli Zaytun Medtib kanal va doktor Gulbahor kanal muxlislar. Bugun mana bemorimiz keldi. Bir oylik lecheniya yozib berdim. Bu bemorimiz tahlillariga e'tibor beringlar. Mana ferritin 184, qaranglar, aslo 300, S-reaktiv belok 42, remafaktor ko'ryapsizlarmi 24. Qolgan tahlillar bilan tanishamiz. Fibrinogenni ko'ryapsizlarmi? Fibrinogen, mochevina qaranglar 48, kreatinin juda past, temir past va baland ferritin. Belokni qaranglar 69,5. Gamma-sistein qaranglar 947 bo'lgan. Boladagi o'zgarishlar. Xo'p, laktat 256 bo'lgan bolada. Va bunda leykositlar balandligi bo'lgan, neutrofillar baland bo'lgan. Mana bolada limfositlar virus nagruzka ham bo'lgan bolada. Limfositlar juda past bo'lgan, leykositlar baland bo'lgan, vaspaleniya bo'lgan. Mana qaranglar, gemoglobinda mana 96 gemoglobin. Xo'p, gematokrit, sredniy объем, ya'ni temir va vitamin B guruhi yetishmovchiligi, kamqonligi va so'yi juda baland bo'lgan. Oyijonim, nima shikoyatlar bilan kelgansizlar? Biz shikoyatimiz allergiya toshadi. Allergiya toshgan vaqtda hamma joydan toshib ketadi, qichishmaydi. Allergiya toshganda bir oyog'i, bir qo'lini ushlab yig'laydi. Faqatgina og'riq qoldiruvchi bersak, o'shandan keyingina og'riq qoladi. Bo'lmasam yo'q, shu yig'lab oyoqlarini bosmasdan, qo'lini ishlatmasdan yig'laverardi. Demak, kelgandagi allergiya toshish, bo'g'imlarda og'riq, bo'g'imda shish, kechasi bilan yig'lab chiqish. Azizlar, birinchi etapda lecheniya qilib berdim. Birinchi etapda lecheniyadan keyingi o'zgarishlardan keyin nima bo'ldi? Mana 1 oy lecheniya qildim. Sizlarga bir чудесный dorilar yozib berdim. Nimalar buyurdim? Ichdik, 100% dieta, обязательно dieta qildik. Dorilarni o'z vaqtida ichdik, ukollar yozib berishdi, uni oldik. 3 kunda o'zim kuzatdim, 3 kunda effektini bildim, to'g'risi. Mashalloh. Xudoga shukr qilaman. 3 kunda effekti bo'ldi. O'sha og'rimadi, tinch yotdi. O'shandan bildim, allergiyasi juda kam chiqadigan bo'ldi. Hozir umuman bezovta qilmayapti. Allergiya, oyoq og'riqlar, to'piqlarda oyog'ida shishlar bor edi, ular ham qaytib ketdi. Xudoga shukr, bu 1 oy ichida ancha yaxshimiz. Mana yana keldik. Yaxshi, demak 1 oy lecheniya qildik xolos. Azizlar, meni qaranglar. Aslo 300, S-reaktiv belok 42, remafaktor 24 bo'lgan. Undan keyin yana 1 oydan keyin o'zim uchun qildirtirdim. Ozgina bo'lsa ham o'zgarish bo'larmikin deb. Rezultat ko'ringlar. Aslo 300 dan 240 ga, S-reaktiv belok 42 dan 12 ga, remafaktor demak 24 dan 22 ga tushgan. Mana bolada klinik o'zgarishlar, rezultatlar shuning uchun 3 kun ichida bilinishni boshlagan. Azizlar, bolani sog'lig'iga ehtiyot bo'linglar. Bola hech qachon o'z-o'zidan yig'lamaydi, hech qachon oyog'im og'riyapti demaydi. Undagi mana shu jarayonlar shunaqa qilgan. Ya'ni bolada jigar detoksi buzilgan, virusli nagruzka bo'lgan, vaspaleniya protsess bo'lgan, kishashida stafilokoklar bo'lgan. Biz hali unga o'tganimiz yo'q. U etaplarga hali virus nagruzkaga, kisha nima deydi? Demak, stafilokokni yo'qotishga hali o'tganimiz yo'q. Endi asta-sekin jigar o'tqopni tayyorlab o'tyapmiz. Ozgina birinchi mana shu juda katta vitamin B guruhi defitsitlar bo'lgani uchun yonboshdan shularni buyurdik va ikkinchi etapga o'tyapmiz. Agar sizlarda ham shunga o'xshash muammolar bo'lsa, bemalol tashrif buyurishingiz mumkin.